Assalomu alaykum. Efirda foydali maslahatlar sahifasi. Sizni qishlog'ingizda 7 da svet o'chib bezor qilyaptimi? Unda siz 6 da uxlang, 7 da svet o'chganini bilmay qolasiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz kontraktga o'qishga kirdingizmi? Kontrakt to'lashga qiynalib ketyapsizmi? Unda turmushga chiqing. Kontrakt to'lab eringiz qiynaladi. Yana bir bor assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi dadam. Qishloqdan kelganingizga 4 yil bo'ldimi? Onangizni sog'indingizmi? Bizni ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting. Bizni ko'rsatuvimizdan so'ng bu mening onam ko'rsatuvi efirga uzatiladi. Sog' bo'linglar. Ot. Ha, Mashrab aka, yaxshimisiz? Qalaysiz? Ha, yaxshi. Ha, kayfiyating yo'q. Aytsam Shomiz, yaxshi ko'rgan qizim bor edi-yu, Zilola. Ha. O'sha ma'na deb kecha tomirini kesib qo'ydi. Voy, tomirni kesdimi? Ha, tomirini kesib qo'yibdi. Ha, qizlarda ham fokus qolmabdi-da. Ot. Ha, bu odam. Ot. Xafa bo'lma, sen ham baxtli bo'lishga haqqing bor edi lekin. Voy, bu bolani shirinligini bodadashib qolmaydi, ha? Niginaxon. Hozir. Dada, u kim edi? Kattadan sigarashmagin. Oyimga aytaman sizni. Oynisaxon, bog'da hech kim yo'qmikan? Voy, kafedan chiqishimiz bilan bir narsa xayolim keldi. Qoyilman, dieta qilyapsizmi deyman, ey. Bir dona shashlik bilan ozgina so'kchi meni hayron qoldirdingiz. Yo'q, shu bitta gapni aytishga xijolat bo'lib turgan edimda. Shu har kun uyda bir tog'ora manti yeyman men. Bir tog'ora manti? Ah, qora bayir otim, nahotki seni qazi qilib oynisaga yedirsam. Buni qaranglar. Bir qitig'i bor sigir xo'jayiniga qarab, xo'jayin shu sutni do'kondan olib kelsak bo'lmaydimi? Deyamush. Zaytunaxon, baraka topkur xotinjon supurmabsiz men bilan, voy. Doston. Voy, salom. Doston, yaxshimisan? Irim-sirimlarga ishon. Irim-sirimlarga ishon. Nega ikki xil gapirasiz, Mashrab aka? O'tgan safar aytdingizki, irimga ishonma. Ana Sobir aka irimga ishonib 7 qadam orqa yurganda mashina urib ketdi dedingiz. Ha, irim-sirimga ishonmay men uyda bir oy hushtak chaluvdim. Ajina kelam desam, uylanib ketdim. Oynisa? Keldingizmi? Salom. Bugun bitta gap senga aytmasam bo'lmaydi, yuragim yonyapti. Men sen bilan 5 yil gaplashganmiz, hurmat uchun bitta gapni aytishim kerak. Sen bilan ajrashaman. Ah! Hazillashdim. Siz bilan hazillashib bo'lmaydi. Oyinsoq hazillashib, kafega yuring, kafega. Voy, erta uylansam nima qilaman? Men shoir emasman, ammo naqilay. Muhabbat qo'limga tutqazdi qalam. Bale shoir, juda ham ma'noli she'r bo'pti. Lekin shu o'rinda bitta savol bersam maylimi? Mayli. Nimaga hamma she'rlaringiz bir-biriga o'xshab ketadur? Ha, buni sirini men sizga ochaman shogird. Chunki hamma she'rlarimni bitta ruchkada yozaman-da. Assalomu alaykum azizlar. Efirda foydali maslahatlar. Siz kechasi uxlolmay faqat kunduz uxlayapsizmi? Unda uyingizni chirog'ini yoqib uxlang. Shunda o'zingizni kunduzgidek tasavvur qilib, maza qilib uxlaysiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz dieta qilyapsizmi? 2 millionga pomidor olyapsizmi? 1,5 millionga bodining olyapsizmi? 1 millionga banan olyapsizmi? Undan ko'ra pulni o'zini yeb qo'ya qoling. Shuncha rasul qilgandan o'zingizdan o'zingiz ozib ketasiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Tushunarli. Azizlar, bizga hozir yana bir muhim xabar kelib tushdi. Fontanda yonida o'tirgan ikkita sevishganlar u joyni tezroq tark eting. Bo'lmasam PPS kelib sizlarni chilonzorga olib ketishi mumkin. Suringlar. Jiyan, ertaga seni quvonchli kuning, tug'ilgan kuning.
Tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay? Endi tog'a qimmatiga bog'liq. Hech bo'lmaganda bitta jintroq bersangiz yaxshi bo'ladi. Jintra? Ha? Tug'ilmasang bo'lar ekan-a. Kechirasiz. Birinchi turmushingiz bilan nega ajrashgansiz? Shu xotinim rosa urardi, o'shaning uchun ajrashib ketganman. Yo'q-e. Bo'lmasa biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Nimaga? Menam erim ichib kelganida, men uni rosa do'pposlardim. Voy, men ko'nikib ketganman unaqa narsalarga. Yo'q-e. Ha? Qani, oldimga tush. Voy, qattiqroq uraylik, o'rganib ketganman. Vau! Tushunmadim senlarga nima qilsan? Ko'chalarda yurib hammani bo'zib olsan. Oldin qo'yadi meni sigir bo'ldimmi? Haqqing yo'q meni tashlab ketishga go'zal qiz. Kimsan? Haqiqatan kimsan? Qo'lingiz doling. Men yangi reperman, tushundingizmi? 27-da albomimning premyerasi bo'ladi. O'tlaring, senlar taklif qilaman, tushundilaringmi? Baqir-chaqir qilasan, boshlarga shamol, gapimga quloq sol, nafas sehring bilan yuragimdan dab. Rosa zo'r aylandik. Va esdalikka rasm tushib qolaylik. Kuling. Voy, kuling, mana tishlaringizni ko'rsatib, tishlaringizni ko'rsatib, maza kuling. Oyimga ko'rsatdim. Kuling, voy, nimaga kulmayapsiz? Hey! Qayoqqa? Protest tishlarimni olib keling. Hey do'stim. Ha. Bunday qarachi, kallam teshilib qolmagan? Yo'q, aka teshilmagan. Ne unaqa do'st? Qisam shampun maza kelyapti. Voy do'stim. Salom. Yaxshimisan? To'xtang, gapirishingizdan oldin bir narsa kelishib olaylik. Ha? Siz oxirgi payt o'zgarib qolgansiz. Menga gapirish toningiz umuman yoqmayapti. Ha, to'nim yoqmayapti? Yo'q. O'zgartirib kelaman uni. Ha, tentak. Hey! Ha, Voy! Yomon bo'ldi. nima bo'ldi aka? 18 yil kinoyim bilan sevishib yurdim. Ha. Gapimiz bitta joydan chiqmadi. To'g'ri aka. Turmush qurganimizga mana hammasi qo'shganingda 35 yil bo'ldi. Hech qachon gapimiz bitta joydan chiqmadi. Bilaman. Hech qanaqa bo'lmadi. Ha, xabar. Lekin kechagina bitta joydan chiqdik. Yo'q-e? Ha! Fikrlar bitta joydan chiqdi. Yo'q, o'zimiz bitta joydan chiqdik. Uyimiz yonib ketdi. Bitta eshikdan yugurib chiqib ketdik. Nahotki? Ha! Ana baxt ko'ryapsiz. Mashrab aka, yoshingiz 33 ga chiqyapti. Nimaga haligacha uylanmagansiz? Ey, bir narsani bilib qo'y. Menga birovning hisobiga, birovning puliga yashaydigan qiz kerak emas, tushundingmi? Avu. To'g'ri qildim. TikTok odamlarni aqldan ozdiryapti-da. Ketdim men ham. Chalavek pavuk keldi. Mehriddin kelmadimi? Ya Mashrab aka, Ha. bu yangilikda eshitdingizmi? Yangi kasallik tarqabdi. Botulizm kasalligi aka. Aytishlarga qaraganda, mana u kalbasa, konservalangan mahsulotlar mumkin emas ekan aka. Vau, endi araq bezakskiga ichamanmi? Suv bilan ham ichsa bo'ladi-ku. Ay, kallam ishlamagan qara, suv olib kelay. Qachon keladilar? Bay. Oho, yaxshi qiz. Kiyimiz namuncha chiroyli. Yaxshi yigit, bir narsani yaxshi bilib oling. Kiyim odam bezamaydi, odam kiyimi bezaydi. Ha, yo'q-a? Shunaqa. Shu sizga umuman ta'sir qilmabdi-da. Вообще ta'sir qilmabdi, lekin sizga aytib qo'yay. Nima? Oshga olib boraymi? Shu zo'r bo'laydi-ku. Faqat xotdak-poddak olib berasiz. Osh olib bering bir. Oshni o'zini ko'rsang vegan deb bo'lasan. Qani? Mana. Qo'ying, faqat shunday hazil qilasiz, ishtimi olib bermaysiz bir. Boring. Ya, jan, bo'l. Xafa bo'lma. Men seni bu safar oshga olib boraman. Eng zo'r osh markazi bor. Yo'q-a? Ya, nomi ham dahshat antiqa. Qanaqa? Ilonlar vodiysi degan. Nima unaqa nomi? Yerda faqat ayollar ishlaydi. Tog'a, chiroyli suv bormi? Ilonni senga chiroyli so'ramchi? Qo'ying, ay. Yaxshimisiz? Kutib qolmadingizmi? Shoira, men bori
4 yillik gaplashganimiz hurmat, bugun bitta gapni gapirmasam bo'lmaydi senga. Ich-ichimdan yonyapti. Men senga uylana olmayman. Bo'ldi, ajrashamiz biz. Tinchlikmi? Nega? Men boshqasini topdim, o'shanga uylanmoqchiman. Ismi Nargiz emasmi? Ha? Qayerdan bilding? Voy, u meni ikkinchi profilim bo'ladi-yu, Instagramdagi. Xayr. Voy, ko'rdingmi? Baliqni ko'rdingmi? Ko'rdim, dadasi. Tutib, tozalab, pishirib beryapti. Maza qording. Ha, dadasi juda yoqdi menga. Voy, shoshma. Boya sal e'tibor berib turdin, nima? Uydagi parda yo'qolib qoldi desam, ustingga mana kiyim tikib oldim, sariq pardamizda. Voy, kim turing dadasi? Hozirgi restoranda dasturxonni ko'rdingizmi? Zo'r foto yasasa bo'lar ekan. Sani dastingni uyda birorta ham material qolmay, ustimizga yopib yotadigan adyolda dublyonka tikib olgin, dublyonka tir yo'qol oldim. Qanaqa erkaksan? Yotganing yotgan, bir ish qilmaysan, faqat men olib kelganimni yeb yotasan. Aka, kuyovingizga shunaqa deganim uchun meni uydan haydab yubordi. Xayriyat, o'zing sog' kelibsan. Endi shu gaplarni ota-onamizga tushuntir. Bor. Tur yo'qol. Voy, asali buni qarang. O'tgan safar uzugim taqib chiqmas. Vobshe zo'r edi. Nima kayfiyatingiz yo'qmi? Hayronman, bu yerda bir gapiramisiz menga? G'alati. Voy, jon, hozirgi hayotda g'alati erkaklar ko'payib ketyapti-ya. Voy, nimasini aytasiz? Qarang, rosa zo'r o'tirdik. Lekin esdalikka rasmga tushib qo'yishimiz kerak. Qarang, kuling. Iya. Ozgina kuling, sal chehrani oching. Onamga ko'rsataman bir rasm, tishingizda kulib tursangiz bo'ldi. Onam ko'rsataman. Va qayoqqa? Hey, Protest ishlarimni olib keling. protest. Ah, bujon, sizdan qani